Yani dersimiz başlayacak. Biz şu bak knopkani xatlar bo'lmabdi qo'y. Knopkani bosganchalik qilishimiz kerak. Knopkani bosganchalik. Andaqda biz Android text colors oq bo'lishi kerak. Endi text size 18 ga apirib qo'yay. Bu ikkisini ma'lum qilib o'tay. Bo'ldi hozir. Asosiyatdan tutishni endi biz menga knopkalarni bosgandan keyin o'zgardan qilishimiz kerak. Undaqda set 10 kliklisizlar orqali new 10 kliklisizlar biz fanfani chiqarib oldik. Undaqda mendaq bir birinchisi buni men yangi uqumlar so'zimda buni aniqlab beray. Meysi Zhengjialiang. Andın biz bunu burgers BP'de bulalım. Abartılı kılmayalısınız. BP buniki hazır ben Java'da öğrendiğimiz asas bir oxşamadan bir xaslık. Bu xaslık şu. Bu xaslık bolsa her qitim qanchadan jiqib mağlı yoki azib mağlı degan belgilaydi. Biz her qitim 10dan her qitim bosqanda 10dan jiqlab maqsudsak mandaq jiqlab her qitim 10dan azib maqsud az plusdan birini qo'ysa, elish belgisidan birini qo'ysa, har qitim bosqanda birda azlab maqsud. Unda biz birinchilab buniki har qitim 10dan jiqlab maqsadını gördük. Yazdık birincisi. İkincisi endi bunun BP'nin set scanner deb bir xaslık bo'ldi. Scan drive progress deb. Bu xaslık bo'lsa mush progress barninki qanchalik mang'anni tanshapirdan bir fanfa andaqda biz buniki BP2 qancha ma BP'da qo'yibdiq BP2 PB ninki get progress orqali biz bu qanchalik mang'ani mayada deb berdik. Andin buniki qanchalik kagini biz mayada erishib olib shu qimmatga har qatim 10dan qo'shib mang'di. Asldagi qimmatga mau asl qimmati shunama har qatim bosgandan keyin mayat 10dan qo'shib mang'di. Undan keyin biz buniki set textni biz mau tekstni aniqladikmi yo'qmi? Tekstni aniqladik. Undaqda TV birninki set textga mundaq gaplar chiqdi. TV birni set textga ne olayım. Andın bununki bu get progress orqali bununki qancha persen mang'ini biz buni chiqarib beraylik. Bununga ulab qo'yishimiz PB'ninki get progress. Andın bu progress var. Her qatim avut mang'di shundami? Biz her qatim avut mang'dan keyin bununga 100 ko'paytirib bunu 100%lik tuş kaplat qilish uchun 100% asas qilamiz-ku. 100 ko'paytirib buni yana bo'lib buningki progress barni qimmatini 100 ko'paytirib buningki eng cho'ng qimmatini bunun bo'lib etsak 100%lik uqumdan bir shaklda bo'ladi. Andin biz bununga VP'ning get mash eng yuqori qimmatini bunun bilib berdik. Andin biz bu oxirga manda persen belgisini ulab
çıkarıp esine. Biz bunu evilip yeni birini koşup bununki 2 TV2'ninki TV2'nin endi mayada azroq o'zgarish bo'ldi mayada. Buningki get configure progress deb bir funksiyasi bor. Bu bo'lsa taktikki ikkinchi rangining qimmatini epirdi. Get configure mana mush bu ikkinchi rang qatlamadagisining qimmatini epirdi. Undaqda biz hozir hassasiyatdan her qatim basqanda aşırıp birdiğen bir nemini yezip tüyütüp olduk. Andaqda biz eğer bu progress bar besi ve kiti vese bu hazır yüzgü ağaçı tanışap koyduk şunda ama yüzgü ağaçı toşsun, yüzgü ağan dikin toxtusun dep. Andaqda bu yüzgü ağan qandaq bilimiz degende bu yer bir tal biz şartdan birini qo'shib qo'yaylik. Eğer PB'ninki get progress'i tang yüzüp qolganda to'siq orqali bir tal uqtirish chiqarib etsak bo'ldi. Toast market main activity then this and then mazmun and then toast deb 21 yozgan ekan. Bu toastni qancha vaqt chiqadiganligini and then buniki ko'rinsin deb show deganini yozib o'tgan ekan. Biz bu yerga yejim da zyga shulyan deb qo'ydi. Eng yuqori qimmatga yetib oldi deb qo'ydi. Bunda biz aşırı bo'ldik. Endi har qatim azlab birdig'ini qanday yazamiz deganda mushuni o'xshaydi. Endi o'xshamaydigan yeri buning botni ikki yuzdan mayan elish qilib bersak ham bo'ldi. Bundaqda biz nimaga botni ikki set 10 kliklasizlar qanday 10 kliklasizlar. Andın biz mushni ilvalle artık iz bo'ldi o'sha qo'ylamayaga. Endi buni biz elish qilsak har qatim epming birdi. Shunda ham mayala bu yala o'zgarmasin bo'ldi. Bu yala o'zgardigan yer asisten o'zgardigan yeri ne desanglar buniki o'zgardigan yer dalmishi shartni o'zgardi. Bunda da tahti rengi shunda ama get secondary progress'i bunu 10'ga teng olib qolganda bu ikkinchi qimmat bo'lgan ekan. Bu 10da tutulsun azroq farqlanadi. Shunda ama 10 olib qolgan chog'da biz bu yerga Jane Shawlian dedi. Mani Bizim dağda zü Manım da hamı izip koyla alıp en töven kıymet gitip oldu dep. Andaki biz mi yani %10 özgertip attık şuna ama yani eliş kılıp ettik. Andakta bizimki yazmak boğunumuz şunu olan tüyep mi ketti? Yani tüyep dönsün. Andakta biz bunu icra kılıp köp akılı mani kozgutay bunun için.
Ben bunu ulayım. Şunda çıktı ulayım. Sırıklı Bundaqda biz icra qilib ko'p aqli ijro qilsal asli o'zinglar bilasizlar. Tayyor qilib turg'azsizlar. Ma progress bar tushulaverdi. Mayala asosiyatdan o'xshash chiqdi shundami? Bastoq mau 10% to'shdi. Ma birinchi rang shundami? 10. Ikkinchi rangi 20 shundami? Mau aslisi aslilik 10da turdi mau shundami? 10 turgandan keyin yana 10 qo'shilib biz mayadi degan 10 har qatam 10 qo'shib chiqirib mana dedik. Mana har qatam 10 qo'shib chiqirib berdik. Shu 10 qo'shib qatlam arpadi. Ma birinchi rang qatlam, ikkinchi rang qatlam, uchinchi rang qatlam shundami? Basiq to'shdi. Men o'rdim. 90 100 bo'lish nima? Buni bir basiq to'shdi. Yijin davdali qav shu yana chiqib oldi. Lekin buni aziltib etsekchi. Azildi. Mana ikkisi farq bor o'yinlar. Yijin davdali suy shav shu yana. Shuni bizning bu saatlik darsimiz tugab qoldi. Chiqargan unimizmi hozirgidek bir unim chiqdi. Undaqda biz buni nima chirtimiz deganda buni tanishib qo'yib o'zinglar birine tushuganda jazo qilganda men ikkisini tanlab o'zinglar ishlasanglar bo'ldi. Undaqda bizning bugungi saatlik darsimiz mushu daxillashdi.